shikoyati bo'yicha ish pastligiga va burun nafas olish qiyinligi kelganda biz audiometrda tekshiruv qilganimizda va ko'rganimizda quloqda ish pasayganligini ko'rdik o'ng tomonda va endoskop orqali ko'rganimizda quloq pardada katta perforatsiya, ya'ni yirtiq bo'lganini ko'rdik. Bemorga biz birinchi to'g'irlab, quloqda pardani yopib qo'yish tavsiya qildik. Bugun xudo xolasa operatsiyani rejalashtirib qilyapmiz. Boshqa operatsiyadan farqli o'laroq, ya'ni endoskopiskiy stentoplastika bo'ladi. Ya'ni o'sha qiyshigan joyni o'zini to'g'rilab qo'yamiz. Butun boshda peregorodga hamma joyini ochib o'tirmaymiz. Quloq pardasini teshik joyini yamab qo'ydik. Xudo xolasa natijasini sizlarga ulashamiz. Kuzatib boringlar. Kimlardir shunaqa shikoyat bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabulimga yozishingiz mumkin.